Mana men shu yerdaman. Men bu musorka bandda tandir bor ekan. Siz qanisiz? Pibulab SPF'ni kimga beramiz? Aynan bu kommentariya meni e'tiborimni tortdi. Menga bering emas, balki menga ham nasib qilsin sizdan o'qitlar olish. Nogiron farzandim bor, dog'larimni ketkazmoqchiman degan opaning SMSdan keyin shu SPF'ni bularga BTSda topshiraman deb adreslarni oldim. Endi esa o'z qo'lim bilan bitta SPF emas, butun bir nabor sovg'a qilmoqchiman. Bu naborimizning narxi 5 milliondan oshiq, lekin bu opa menimcha arziydi. Chunki uyda o'tirib yuzida o'qit qila olmayotgan ayolni bittasini xursand qilsam, meni ham nastroyeniyam ko'tariladi. Qani ketdik. Xalas, Pibu Secretdan kosmetika, opaga sovg'a, 4 ta non bilan keldik. Qani bu opa endi? Qayerdan kiradi? Cho'tdan kirdi deshing. Qayerda? Lokatsiyalarni yo'qotib, bir balo yo'lladan, musorkalardan chiqib boryapmiz. Opani qidirib, oxiri so'radik. O'zi aytmoqchi emas edim bu opaga kelayotganimni, lekin baribir ilojim bo'lmadi, o'sha topa olmadim lokatsiya. Ana yetib keldik, qaranglar qanaqa joylar. Yaxshimisiz opa, charchamayapsiz? Sog' salomatmisiz? Siz o'ylayapman, shu quyoshda SPF siz yuribsiz-ku ko'chada deb. Voy bismillah, sizni ovora qilib qo'ydik opa. Amin qiling opa. Yo'q, opajon. Hammalarimizni o'zing yuzlarimizni yorib qilgan. Robbi jahannam qiymat soladi va men duriyat Robbana. Allohu akbar. Ko'pchilik yozdida o'sha payt menga SPF kimga beradiganimda menga bering, даже ko'pchilik bo'ldida, menga bering, lekin sizni SMSingiz menga ko'proq aniq qildi. Bering demadingiz, menga ham nasib qilsin dedingiz. Dog'im bor hozir. Men sizga birinchi namoznik olib keldim. Buni namozlaringizda meni duo qilib kiyasiz. Kiyim olib keldim opa. Ko'p narsa bilan kiyganim yo'q. Faqat ishlating-da, opa, ishlatmasangiz xafa bo'laman. Men bu bor edi. Nimadan tushgan bu dumaloq? Bilmayman. U paytlarda ham bor edi. Homiladorlik mahalda tushganmi? Men bu bor edi. Keyin 9 yilcha bo'ldi. O'g'lim tug'ilgandan keyin manbalarimga ko'payib ketdi. Bu tomonlarim. Gormonal narushение yo'q, opa. Bilmadim endi uni. Endi Xudoy mayli, shu yuz bilan ham noshukirlik qilmaysan. Allohga shukr qilamiz. Endi shuncha narsalarni qilib ko'rdim. Lecheniya ham olib ko'rdik, o'qildik, bu hech ham ketmadi. Endi taqdirga bitilgan ekan. Mayli shu yuz uchun bizga jannatni bersak, mayli Alloh. Zorlamayman, shukr qilaman. Biror nimani bir kun bir sabab qilarsan. Xudoga bizani ilohim sabab chiqgan bo'lsin. Mana aytiblar, ke yozib yozma, milliontani ichidan senga kim qaraydi? Mayli, Allohga oson-ku dedim-da, yana biznikiga keling dedim. Bir payt javob kelyapti. Iya, javob ham kelar ekan dedim. Oldi anglamasdi. Hozir Muhammad deb chaqirsangiz, ha deydi o'tirgan joyida.